Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof muhitni asrab-avaylash va kelajak avlodlar uchun sog'lom hayot muhitini yaratishdir. Shu nuqtai nazardan yurtimizda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi nafaqat ekologik muammolarga qarshi kurashish, balki mamlakatimizni yanada obod va yashil hududga aylantirish yo'lida muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu loyiha doirasida millionlab daraxt va butalar ekilyapti. Yashil hududlar kengaytirilmoqda. Aholining ekologik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham bor gap. Shu boisdan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi deputatlari ishtirokida Ohangaron davlat o'rmon xo'jaligida davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida 35 yilga 35 ko'chat aksiyasi tashkil etilib, deputatlar tomonidan qariyb 600 ga yaqin manzarali daraxtlar ekildi. Butun O'zbekistonimiz bo'ylab Yashil makon umummilliy loyihasi jadal ketyapti. Albatta bu butun xalqimiz uchun, jamiyatimiz uchun juda muhim, kerakli loyiha. Har yili 200 milliondan daraxt ekilgan taqdirda 5 yilda 1 milliard daraxt. 1 milliard daraxt bu 38 million aholimizga, 5 yildagi chaqaloqimizgacha ham demak 20-25 dan daraxt to'g'ri kelishi degani. Mana hozir ayni paytda Toshkent viloyatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari bilan ishtirok etyapmiz. Toshkent viloyatida ham mana bugun juda ham avjida, yo'l-yo'lakay ko'rlaringiz, aholi yuqori kayfiyatda daraxt ekyapti. Bu qadriyatga aylandi bu daraxt ekish. Qariyb 108 gektar maydonda ekilayotgan jarayonni ko'ryapmiz. Hududga mos daraxt tanlangan, qoidasini keltirib ekilyapti. Tasavvur qiling, hozir mana shu bir tup ekilgan qirim qarag'ayi 10 yildan keyin o'zini ildiziga yoqqan qor, yomg'ir suvlarini o'zini ildizi orqali toshning orasiga ketkazadi. Ya'ni bitta daraxt, bitta ekilgan archa daraxti yoki o'sha qarag'ay daraxti 8-10 tonna suvni ildizi orqali toshning orasiga yuboradi va bu pastdan buloq bo'lib chiqadi. Tasavvur qiling, 1 gektarga mana hozir hududda ko'rib turgan maydonda ekilgan daraxtlarimizni har bittasi 8-10 tonnadan qor, yomg'ir suvlarini toshning orasiga yig'sa, demak bu pastdan chiqadigan buloq suvlari bu qishloq xo'jaligida foydalanishi mumkin, ichimlik suvi sifatida foydalanishi mumkin. Albatta bu daraxtning keyingi foydalari. Shuning uchun Yashil makon bu vijdon amri. Demak, mutaxassislar ishtirokida ekilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik aholimiz birdamlikda, birgalikda yurtimizni yashillikka burkash yo'lida albatta kamarbasta bo'lishimiz kerak. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bitta yetuk daraxt yiliga o'rtacha 30 kilogrammga yaqin karbonat angidrid gazini yutib, atrof muhitni tozalashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, daraxtlar kislorod ishlab chiqarib, inson hayoti uchun zarur bo'lgan sof havoni ta'minlaydi. Masalan, 1 gektar o'rmon yil davomida 6 tonnagacha kislorod ishlab chiqarishi mumkin. Bu esa ko'plab insonlarning nafas olishi uchun yetarli hisoblanadi. Milliy loyiha mamlakatimizda balki butun dunyoda ekologik muammolarga yaqqol yechim bo'lib xizmat qilyapti. Buni biz hozirgi kunda ko'ryapmiz va bugungi daraxt ekish aksiyasining bir o'ziga xos jihati, bugungi ekilgan daraxtlar sug'orish tizimi bilan ta'minlanadi, ya'ni tomchilab sug'orish tizimi bilan ta'minlanadi. Buni o'ziga xos jihati ham suvni tejash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga daraxtlarning yashovchanligini oshirishga xizmat qiladi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzurida o'rmonlar va yashil hududlarni ko'paytirish va cho'llanishga qarshi kurash agentligi tashkil etildi. Aynan mana shu agentlik bugungi kunda o'sha Yashil makon umummilliy loyihasi to'g'risida keng qamrovli ishlarni amalga oshiryapti. O'rmon xo'jaliklari hozirgi kunda o'sha hududlarda mos bo'lgan daraxt ko'chatlarini yetishtirish, urug'larni yetishtirish uchun o'sha yangi yondashuvlar asosida yetishtirish ishlarini amalga oshiryapti. Albatta bu ham o'sha Yashil makon umumiy loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Daraxt ekishning yana bir muhim jihati tuproqni eroziyadan saqlashdir. Ildiz tizimi orqali daraxtlar tuproqni mustahkamlaydi, suvning noto'g'ri oqimini kamaytiradi va yer unumdorligini oshiradi. Ayniqsa qurg'oqchil hududlarda daraxt ekish cho'llanishning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Terrasa usulida qirim qarag'ay ko'chati yetishtirish rejalashtirildi. Hashar yordamida mana 200-300 dan ziyod ekdik va mana bu hududda jami 33 gektar mana shunaqa qirim qarag'ay ko'chati ekilib borildi. Hozirgi kunda mana uni ko'karishi yaxshi. Doim yashil bo'lib turgani uchun ob-havo, kislorod tozalab berish. Mavsumda bu yil 300 gektardan ziyod berilgan, kuz mavsumiga yana davom etamiz. Maqsadimiz yaqin 4-5 yil atrofida mana shular voyaga yetib, mana shu yerga soya berib, o'rmon funksiyasini bajarib boriladigan o'rmon bo'ladi.
Shuningdek, daraxtlar biologik xilma-xillikni saqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Ular qushlar, hasharotlar va boshqa jonivorlar uchun yashash muhitini yaratadi. Bu esa tabiiy ekotizim muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Cho'lli hududlarimizda cho'lga xos bo'lgan daraxt ko'chatlarini ekish yoki tog'li hududlarda qarag'ay, archa, shunga o'xshagan daraxt turlarini ekish bu shu iqlimiga, joyni tuproq sharoitiga qarab turib ekiladigan daraxt turlari hisoblanadi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Bu daraxtlar o'zini o'zi sug'orish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Ya'ni yog'ingarchilik hisobiga bu yerda tutib ketishi ham qulayroq muhit hisoblanadi daraxtlar uchun. Endi boshqa hududlarni aytadigan bo'lsam, vodiy viloyatlarda shu o'zini iqlimiga mos, voha viloyatlar hududiga mos bo'lgan daraxtlarni turlarini ekishni ham hurmatli prezidentimiz albatta aytdiki, ilm, bilim bilan ekish kerak har bir daraxtni dedi. Albatta bu ekilayotgan daraxtlar kelajak avlod uchun o'zini shu atmosfera havosiga qo'shadigan hissasi, tuproqni yemirilib ketishini oldini olishda qo'shadigan hissasi juda katta bo'ladi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan ushbu loyiha albatta davlatimiz rahbarini Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarni davomi o'laroq va yangi bosqichga olib chiqish uchun amalga oshirilyapti. Biz deputatlar ham nafaqat o'sha tashrif buyurgan okruglarimizga, balki mana shunday hamkorlikdagi tashkilotlarimiz bilan birgalikda bugungi kunda Yashil makon umummilliy loyihasiga o'z hissamizni qo'shyapmiz. Ekologik madaniyatni shakllantirishda ko'proq o'sha yoshlarga ta'lim tarbiya berayotgan muallimlarimizga va shu bilan birgalikda ayollarimizga ko'proq e'tibor qaratganmiz. 20 dan ortiq ko'chatlarni o'tkazdim. Maqsadim mana shu nafas olayotgan toza havomizga mana shu daraxtlar orqali kislorod bilan boyitish va kelajak avlodga ibrat bo'lish. Ko'chat ekish bu ishning faqat boshlanishi. Haqiqiy natijasi esa to'g'ri va muntazam parvarishga bog'liq. Ekilgan daraxtlarning keyingi taqdiri tegishli mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratga olinadi. Joriy yil 25-mart kuni davlatimiz rahbarining farmon va qarorlari chiqdi. Bu qarorda har bir ekiladigan hududni egasi bor, mas'uli bor. Albatta endi vijdon amriga quloq solib, bugun ekkan daraxtlarimizga aholimiz o'zi ham ekishga mas'ul bo'lish kerak. Ayniqsa mana mustaqilligimizda 35 yilligiga 35 ko'chat aksiyasi juda jadal boshlandi. Men o'ylayman, har bir yurtdoshimiz, har bir aholimiz bu yil mustaqilligimizni 35 yilligiga atab kuzgi mavsumda ham oldimizda imkoniyat bor. 35 dan daraxt eksak, uni ko'kartirsak, tasavvur qiling, mamlakatimiz yashilligi qanchalik ko'payadi. O'zbekiston sharoitida ekilgan daraxt sug'orilishi shart. Biz bu hozir ekayotgan hududimizda yog'ingarchilik 700-800 mm bo'lganligi uchun birinchi, ikkinchi yilga suv bersak, keyin suv shart emas. Xulosa qilib aytganda, daraxt ekish bu ekologik muammolarga qarshi kurashning eng oddiy, ammo eng samarali yo'llaridan biridir. Har bir ekilgan nihol bu toza havo, sog'lom muhit va barqaror kelajak sari tashlangan muhim qadamdir.